Heytlik qasqalarımızı tızışqı tamamen bo'ladigan oddiy ammo bak yeyishlik pishiriq tayyorlaymiz. Filmni oxirigacha ko'rsangizlar sizlar cho'qim gap yo'q tayyorlay olasizlar. Jim tuqqanlar. Shiktal tuxum, 50 gram yemeklik meyi, 1 piyola atrofida oq shakar, 100 gram yemeklik soda selib, tuxumni tekshir aralashtirib olamiz. Mening ishlatganim Al Nuri, Alning faxri bo'lgan, har xil chirtmalardan xoli yeshil yemeklik o'lchimida ishlangan Al Nurining 5 dan xoli yeshil oil uni. 300 gram unni selib, suv quymaylar, xamirni mush bo'yincha yo'g'irib olamiz. Yurak yulduzlarni biz filmni saqlab olishni unutib qo'ymanglar tuqqanlar. Bu biz sizga vaqtinglarda men topolmay qolasizlar. Yana bir qachaga 150 gram un, 1 tal tuxum, 40 gram atrofida ilman suv quyib, oq xamir qilib yo'g'iramiz. Xamirni 15 minut tindirib qo'yamiz. Qo'llashbek az bo'lib keladi, tuqqanlar yurak gullarini berib qo'llab qo'yishingizni tuvanchilik bilan so'rayman. Oq xamirni ayrim yeyib, ustiga sariq xamirni qo'yib, mush bo'yincha qilib, jo'risini kesib o'tamiz. Andan hammani mush bo'yincha kesib olgandan keyin mayni 70 gradusda qizitib pishiramiz. Men qo'shib olsanglar har kun sizlarga o'xshagan pishiriq taomlarni sunib turman. Qarsoq intayin chirik yeyishlik xo'sanga o'xshash pishiriqimiz tayyor bo'ldi. Mana ayilda sizlarga cho'qim qo'l selib tayyorlab inkas rayoniga yo'llab qo'yishdan tuqqanmanglar.